Assalomu alaykum aziz obunachilar va hurmatli Pavlonia qiziquvchilari. Bugungi videomizda yana Pavlonia qalamchalarini ishlatish jarayonini ko'rsatib boramiz. Bu qalamchalarimiz M1 navli qalamchalar, 7-8 santimetrlikda bo'lgan qalamchalarimiz, dorilangan va quritilgan. Buni Biagomizga ekyapmiz. Ko'rib turganingizdek, Biagomizda 4 cm 5 cm tagiga oldin tashlab olamiz, joyib olamiz. Undan keyin esa ustiga qalamchalarimizni terib chiqamiz. Biagomizga qilishimiz sabab qumdan, ya'niki oddiy tuproqdan yoki go'ngdan juda ham afzallik tarafi ko'p. Biagomizda qumdan, go'ngga qaraganda juda ham yaxshi rivojlanadi, tez ishlaydi. Buning asosiy sababi Biagomiz juda ham nam narsa bo'ladi, namlikni juda ham yaxshi ushlaydi. Bunga suv sepish ham shart emas. Qalamchalarimizni terib joyib chiqqanimizdan keyin yana bir asosiy moment, qalamchalar bir-biriga yaqin bo'lmashi kerak. Shu holatda juda ham yaxshi tez va ishlaydi. Mana bu holatda terib chiqamiz va ustiga yana 5 cm qalinlikda Biagomizga joyib chiqamiz. Kimda-kim yana Pavlonia qalamchalari, M1 qalamchalari kerak bo'lsa, Panjikem qo'llab yetkazib beramiz. Undan tashqari nihollarimiz va qalamchalarimiz ham bor, tayyor bo'lgan nihollarimiz. Mana bu suratdagi qalamchalar o'tgan daf'a, ya'niki bir oy oldin ishlab chiqqan qalamchalarimiz. Ularni o'sha ekkamiz, tayyor bo'lib qolgan. Nihol sifatida M1 FT Shantung navlari bor. Video yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Rahmat prasmotr uchun.